Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gaz, elektr, suv yoki boshqa kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik sababli hisoblagich tekshiruvi, jarima. Hatto uyingizga nisbatan sud ijrosi boshlangan holatlar haqida gaplashamiz. Ayniqsa hisoblagichni tekshirishdi. 7.500.000 so'm jarima yozishdi. Endi kvartiramni olib qo'yishadimi? degan savol ko'pchilikni qo'rqityapti. Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, ijarachiga, yangi uy sotib olayotganlarga va eski qarzlar bilan bog'liq muammo chiqishidan qo'rqayotganlarga bevosita tegishli. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, vaziyatni aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta e'tiborsiz qoldirilgan dalolatnoma yoki keyin boraman deb o'tkazib yuborilgan muddat millionlab so'mlik muammoga aylanishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, hujjatlar va amaliy hayotdagi holatlar asosida tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikka biroz yengil qarardi. Masalan, gazdan 300.000 so'm, elektrdan 500.000 so'm, suvdan 200.000 so'm qarz bo'lsa, odamlar oylik tushsa to'layman. Baribir darrov hech narsa qilishmaydi. Kelishib olamiz deb yuraverardi. Ba'zan hisoblagich eski bo'lardi, plombasi shikastlangan bo'lardi, lekin xonadon egasi bunga jiddiy e'tibor bermasdi. Gaz xodimi kelganda ham keyin keling, uyda katta odam yo'q. Hisoblagich ko'rsatkichini telefon orqali aytaman deb ishni cho'zish holatlari ko'p edi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Kommunal tizimlar raqamlashtirildi. Qarzdorliklar bazalarda ko'rinadi. Hisoblagichlar bo'yicha tekshiruvlar ko'paydi. Plombaning holati, iste'mol ko'rsatkichi, to'lov tarixi va hatto uy egasi almashgatim yo'qmi? Ularning hammasi tekshiriladigan bo'ldi. Eng muhimi, agar sizda katta qarzdorlik, noqonuniy ulanish, hisoblagich aralashish, plombani buzish yoki ko'rsatkichni yashirish kabi holatlar aniqlansa, oddiy ogohlantirish bilan tugamasligi mumkin. Dalolatnoma tuziladi. Qayta hisob-kitob qilinadi. Jarima yoki qo'shimcha hisob-kitob yoziladi. Keyin qarz undirish jarayoni boshlanadi. Mana shu yerda eng katta qo'rquv paydo bo'ladi. Uyimni olib qo'yishadimi? Men buni aniq tushuntiraman. Har qanday qarz avtomatik ravishda kvartirangiz olib qo'yiladi degani emas. Lekin qarz sud orqali undiriladigan bosqichga o'tsa, ijro hujjati chiqsa, hisob raqamlaringizga taqiq qo'yilishi, avtomobilingizga cheklov qo'yilishi, maoshingizdan ushlab qolish, mulkingizga taqiq qo'yish kabi choralar ko'rilishi mumkin. Agar qarz juda katta bo'lsa va boshqa undirish imkoniyati bo'lmasa, mulk bilan bog'liq xavf ham nazariy jihatdan paydo bo'ladi. Shuning uchun muammoni boshda hal qilish eng arzon va eng xavfsiz yo'l. Endi kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda, gaz hisoblagichi bo'yicha plombasi buzilgan, hisoblagich joyidan silingan, korpusda shikast bor, sim yoki magnit izi bor, yoki gaz xodimlari hisoblagichga aralashuv bo'lgan deb aytayotgan xonadon egalari jiddiy e'tibor berish kerak. Chunki bunday holatda masala oddiy qarzdorlik emas. Balki iste'molni noto'g'ri hisoblash yoki noqonuniy foydalanish sifatida baholanishi mumkin. Masalan, bir xonadonda gaz hisoblagichi oshxonada turgan, uy egasi ta'mir qilgan, ustalar mebel o'rnatgan, hisoblagich yonidagi quvurga tegib ketgan, plomba uzilib qolgan, uy egasi men buzmadim, ustalar bilmay tegib ketgan deydi. Lekin tekshiruvchi kelganda plomba joyida bo'lmasa, dalolatnoma tuziladi. Agar egada shu paytgacha gaz idorasiga yozgan arizasi, ustalar ishlagani tasdiqlovchi dalil, surat yoki video bo'lmasa, u o'zini himoya qilishda qiynaladi. Natijada qo'shimcha hisob-kitob chiqishi mumkin. Bu 1000 so'm bo'lishi ham mumkin. 7.500.000 so'm bo'lishi ham mumkin. Ayrim holatlarda undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ikkinchi xavfli toifa uy sotib olgan, lekin kommunal qarzlarni to'liq tekshirmagan odamlar. Men amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam kvartira sotib oladi, notariusda oldi-sotdi qiladi, kalitni oladi, ko'chib kiradi. Oradan 2 oy o'tib gaz xizmati keladi va eski davrdan 1 million so'm qarz borligini aytadi. Yangi egasi bu meniki emas, oldingi egadan so'rang deydi. Lekin tizimda xonadon manzili bo'yicha qarz turibdi. Albatta, qonuniy jihatdan qarz qachon, kimning davrida, qanday asosda paydo bo'lganini aniqlash kerak. Ammo amalda yangi egaga yugur boshlanadi. Gaz idorasiga boradi, oldingi egani qidiradi. Notarius hujjatlarini ko'rsatadi. Ariza yozadi. Agar oldi-sotdi paytida kommunal qarzlar bo'yicha
ma'lumotnoma olinmagan bo'lsa, muammo yanada cho'ziladi. Uchinchi toifa ijarada yashayotganlar va uyini ijaraga berganlar. Ko'pchilik uy egasi ijarachi o'zi to'laydi deb ishonib qo'yadi. Ijarachi esa 2-3 oy to'lamaydi, keyin chiqib ketadi. Uy egasi kelib qarasa, gazdan 20 million 200 ming so'm, elektrdan 800 ming so'm, suvdan 300 ming so'm qarz yig'ilgan. Agar ijara shartnomasi bo'lmasa, to'lovlar kimning zimmasida ekani yozilmagan bo'lsa, uy egasi ijarachidan pul undirishda qiynaladi. Kommunal tashkilot esa odatda xizmat ko'rsatilgan manzil bo'yicha qarzni ko'radi va uy egasiga murojaat qiladi. Shuning uchun uyini ijaraga berayotgan odam har oy hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olib, to'lov cheklarining nusxasini talab qilish kerak. 4-toifa uzoq vaqt uyda yashamaganlar. Masalan, odam chet elga ishlashga ketgan, kvartira bo'sh turgan. U uyda hech kim yashamasa gaz ham yoqilmaydi. Demak, qarz chiqmaydi deb o'ylaydi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi topshirilmagan, minimal hisob kitob yuritilgan, abonentning bazasida eski ma'lumot qolgan yoki qo'shni orqali noto'g'ri ko'rsatkich berilgan bo'lishi mumkin. Qaytib kelganda 2,3 million so'mlik qarz ko'radi. Bunday vaziyatda men yashamaganman deyishning o'zi yetarli emas. Sizda chet elda bo'lganingizni tasdiqlovchi pasport muhrlari, aviachiptalar, ish shartnomasi, uy bo'sh turganini tasdiqlovchi dalillar bo'lsa, murojaat qilib qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Lekin dalilsiz gap og'zaki da'vo bo'lib qoladi. 5-toifa hisoblagich muddati o'tganini bilmay yurganlar. Har bir hisoblagichning metrologik tekshiruv muddati bo'ladi. Agar bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichi bahsli bo'lib qolishi mumkin. Ayrim odamlar hisoblagich ishlayapti-ku, nima farqi bor deydi. Farqi katta. Muddati o'tgan qurilma bo'yicha keyinchalik tashkilot hisob to'g'ri yuritilmagan deb qayta hisob kitob qilishi mumkin. Shuning uchun hisoblagich pasportini, o'rnatilgan sanasini, oxirgi tekshiruv sanasini va keyingi tekshiruv muddatini bilib qo'yish shart. Endi kim xavotir olmasligi mumkin degan savolga ham javob beraman. Agar sizning barcha to'lovlaringiz o'z vaqtida amalga oshirilgan bo'lsa, cheklar saqlangan bo'lsa, hisoblagich plombasi joyida bo'lsa, hisoblagichning muddati o'tmagan bo'lsa, gaz xodimlari kelganda ko'rsatkichlar dalolatnomaga to'g'ri yozilgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir hushyor bo'lish kerak. Chunki ba'zida xatolik inson omili bilan ham yuz beradi. Ko'rsatkich noto'g'ri kiritiladi, bir raqam ortiq yoziladi, boshqa xonadonning qarzi sizning manzilingizga tushib qoladi. Bunday paytda sizni himoya qiladigan narsa faqat dalil, chek, surat, video, ariza nusxasi va dalolatnoma. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat dalolatnomaga imzo qo'yish. Tekshiruvchilar kelib hisoblagichni ko'radi, holatini yozadi, qarzdorlik yoki buzilish haqida dalolatnoma tuzadi. Ko'pchilik odamlar hayajonda hujjatni o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin esa men bunday degan joyiga rozi emas edim deydi. Lekin imzo qo'yilgandan keyin hujjatning kuchi oshadi. Men doim aytaman, hech qachon o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar matnda siz rozi bo'lmagan holat yozilgan bo'lsa, imzo yoniga o'z izohingizni yozing. Ko'rsatilgan holatga rozi emasman. Plomba men tomonidan buzilmagan. Qayta tekshiruv so'rayman. Hisob kitobni asoslovchi hujjatlar taqdim etilsin. Shundan keyin imzo qo'ysangiz, kamida o'z e'tirozingizni hujjatda qoldirgan bo'lasiz. Ikkinchi nozik jihat tekshiruv vaqtida video va suratga olish. Agar xodimlar hisoblagichni tekshirayotgan bo'lsa, siz xotirjam tarzda telefoningizga jarayonni yozib olishingiz mumkin. Bu janjal qilish uchun emas, keyinchalik holatni isbotlash uchun kerak. Hisoblagichning umumiy ko'rinishini, plombaning holatini, ko'rsatkich raqamlarini, xodimlar yozgan dalolatnomani suratga oling. Agar ular suratga olmang desa, muloyim qilib men o'zimni himoya qilish uchun hujjatlashtiryapman deb ayting. Eng muhimi, hech kimga xalaqit bermang, haqorat qilmang. Tortishuvni kuchaytirmang. Uchinchi nozik jihat. 7-5 ming so'm jarima deganda nimani tushunish kerak? Ko'p hollarda odamlar har qanday qo'shimcha hisob kitobni jarima deb ataydi. Aslida bu jarima bo'lishi mumkin. Qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Zarar summasi bo'lishi mumkin, qarzdorlik bo'lishi mumkin. Ularning huquqiy ma'nosi har xil. Masalan, agar hisoblagichdan tashqari ulanish aniqlansa, tashkilot ma'lum davr uchun iste'molni me'yor bo'yicha qayta hisoblab, katta summa chiqarishi mumkin. Agar plomba buzilgan bo'lsa, u ham alohida tartibda hisoblanadi. Shuning uchun
siz birinchi navbatda bu summa nimaga asosan chiqarildi deb yozma ravishda so'rashingiz kerak. Og'zaki shunaqa bo'ldi degan javob yetarli emas. 4-nozik shart qarzni tan olish. Agar siz to'lovga ariza yozib, bo'lib to'lashni so'rasangiz, ayrim holatlarda bu qarzni tan olganingiz sifatida baholanishi mumkin. Men bo'lib to'lash yomon demoqchi emasman. Aksincha, haqiqatan qarz sizniki bo'lsa, uni kelishuv asosida bo'lib to'lash eng to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Lekin agar summa noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, avval e'tiroz bildiring, asoslarni so'rang, qayta tekshiruv talab qiling, keyin qaror qiling. Avval to'lab qo'yay, keyin ko'raman degan yondashuv ba'zan pulni qaytarib olishni qiyinlashtiradi. 5-nozik jihat. Eski qarz va yangi egasi masalasi. Uy sotib olayotganda men doim 3 ta narsani tekshirishni maslahat beraman. Kommunal qarzlar, hisoblagich holati va taqiqlar. Faqat notariusdagi bitimga ishonib qolmang. Gaz, suv va issiqlik bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Sotuvchidan oxirgi to'lov cheklarining nusxasini oling. Hisoblagich ko'rsatkichlarni oldi-sotdi kuni rasmga oling. Iloji bo'lsa, topshirish qabul qilish dalolatnomasi tuzing va unda gaz hisoblagich ko'rsatkich falon, elektr hisoblagich ko'rsatkich falon, qarzdorlik mavjud emas deb yozing. Bu oddiy qog'oz keyinchalik sizni millionlab so'mlik bahsdan saqlab qolishi mumkin. 6-nozik jihat ijro byurosi bosqichi. Agar kommunal tashkilot qarzni sud orqali undirishga bersa yoki tegishli ijro hujjati shakllansa, masala ancha jiddiylashadi. Bu bosqichda men bilmagan edim deyish kam yordam beradi. Sizga xabarnoma kelgan bo'lishi mumkin, lekin siz olmagan bo'lishingiz, manzilda bo'lmagan bo'lishingiz, pochta xatini e'tiborsiz qoldirgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun agar qarzdorlik borligi haqida xabar eshitsangiz, uni kechiktirmang. Darhol shaxsiy kabinet, bank ilovalari, kommunal tashkilot bo'limi yoki ijro organlari orqali holatni tekshiring. Hisoblaringiz bloklanib qolgandan keyin yugurgandan ko'ra boshda aniqlagan yaxshiroq. 7-nozik jihat. Gazoviklar uyimni tortib oladi degan qo'rquv. Kommunal tashkilotning o'zi kelib sizni uyingizdan chiqarib yubormaydi. Lekin qarz sud va ijro tizimiga o'tsa, qonunda belgilangan undirish choralariga olib kelishi mumkin. Bu yerda farqni tushunish kerak. 1 million so'm qarz uchun darrov kvartira sotiladi degan gap odatda real emas. Lekin katta miqdordagi qarz uzoq muddatli to'lamaslik bir necha ijro hujjatlari. Boshqa mol-mulk yoki daromad yo'qligi kabi holatlar yig'ilsa, mulkka taqiq qo'yilishi yoki u bilan bog'liq cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Demak, uy yo'qotish xavfi odatda darhol emas. Lekin muammoni yillar davomida e'tiborsiz qoldirsangiz, xavf bosqichma-bosqich kuchayadi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hoziroq barcha kommunal hisoblaringizni tekshiring. Gaz, elektr, sovuq suv, issiq suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. Buni mobil ilovalar, to'lov tizimlari, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning abonent bo'limlari yoki shaxsiy kabinetlar orqali ko'rish mumkin. Agar raqamlar shubhali ko'rinsa, keyin tekshiraman demang. Shu kunning o'zida aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, hisoblagichlarni suratga oling. Gaz hisoblagichi, elektr hisoblagichi va suv hisoblagichining ko'rsatkichlari aniq ko'rinadigan qilib rasmga oling. Plombalar ko'rinadigan alohida surat qiling. Buni har oy bir marta qilish odatga aylansin. Suratning sanasi telefonda saqlanadi. Keyinchalik nizoda o'sha kuni ko'rsatkich mana shunday edi deb dalil keltirish mumkin. 3-qadam, eski cheklar va to'lov tarixini saqlang. Ko'pchilik hammasi telefonda-ku deydi. Lekin telefon almashadi, ilova o'chadi. Bank tarixi cheklangan davrni ko'rsatishi mumkin. Muhim to'lovlarning PDF cheklarini saqlab qo'ying yoki kommentda skrinshot qiling. Ayniqsa katta summalarni to'laganingizda chekni alohida papkaga joylang. 4-qadam, agar tekshiruvchilar kelgan bo'lsa, hujjat talab qiling. Xodim kim, qaysi tashkilotdan, qanday topshiriq asosida kelgan? Tekshiruv sababi nima? Bularni muloyimlik bilan so'rang. Bu ularga qarshilik qilish degani emas. Bu sizning qonuniy ehtiyotkorligingiz. Keyin jarayonni kuzating, dalolatnomani diqqat bilan o'qing. Agar dalolatnomada plomba buzilgan deb yozilgan bo'lsa, lekin siz bunga rozi bo'lmasangiz, izoh yozing. Agar abonent tan oldi degan jumla bo'lsa, yo'q siz tan olmagan bo'lsangiz, imzo qo'yishdan oldin o'sha joyga e'tirozingizni yozing. 5-qadam. Summa katta bo'lsa, yozma e'tiroz bering. Masalan, sizga 7,5 ming so'm hisoblangan bo'lsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilot rahbari nomiga ariza yozing. Arizada o'zingizning FISH
manzil, abonent raqami, telefon raqami, davlatnoma sanasi, hisoblangan summa va e'tirozingizni ko'rsating. Mazkur summaning qanday tartibda va qaysi davr uchun hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, hisob kitob asoslarini taqdim etishingizni, hisoblagich holatini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydiring. 6-qadam, agar javob qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga va tegishli nazorat organlariga murojaat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, faktlar bo'lishi kerak. Meni aldashdi, hammasi nohaq deb yozish o'rniga aniq yozing. Qaysi kuni tekshiruv bo'ldi? Davlatnomada nima yozildi? Siz nimaga rozi emassiz? Qaysi hujjatlar ilova qilinyapti? Suratlar, cheklar, oldingi ko'rsatkichlar, pasport nusxasi, uy hujjati, oldi sotdi shartnomasi, ijara shartnomasi bo'lsa, hammasini ilova qiling. 7-qadam. Agar qarz haqiqatan sizniki bo'lsa, uni yashirmang. Kommunal tashkilot bilan bo'lib to'lash masalasini ko'rib chiqing. Masalan, 7.500.000 so'mni bir kunda to'lash hamma uchun ham oson emas. Lekin siz 6 oy yoki 12 oyga bo'lib to'lash bo'yicha kelishuv so'rashingiz mumkin. Bunda eng muhimi kelishuv yozma bo'lsin. Har oy belgilangan summani vaqtida to'lang. Agar 1-2 oy to'lamay qo'ysangiz, kelishuv buziladi va yana ijro jarayoni xavfi kuchayadi. 8-qadam. Uy sotib olayotganda alohida tekshiruv qiling. Sotuvchidan faqat qarz yo'q degan gapni eshitib ishonmang. Gaz, elektr, suv, issiqlik bo'yicha abonent raqamlari orqali qarzdorlikni tekshiring. Hisoblagichlarning suratini oling. Plomba joyida ekanini ko'ring. Agar hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa, sotuvchi bilan bu xarajat kimning zimmasida bo'lishini oldindan kelishib oling. Topshirish qabul qilish hujjatiga kommunal ko'rsatkichlarni yozing. 9-qadam. Uyini ijaraga beradiganlar shartnoma qilsin. Shartnomada kommunal to'lovlarni kim to'lashi, qaysi muddatda to'lashi, chekni kimga yuborishi, qarz bo'lsa qanday qoplanishi aniq yozilsin. Har oy ijarachidan hisoblagich suratini so'rang. Bu ishonchsizlik emas, mulkingizni himoya qilishdir. Ijarachi yaxshi odam bo'lishi mumkin, lekin hayotda vaziyatlar o'zgaradi. Ishdan chiqadi, boshqa joyga ko'chadi, telefonini o'chiradi. Qarz esa sizning manzilingizda qoladi. 10-qadam. Hech qachon noqonuniy ulanishga rozi bo'lmang. Ba'zi ustalar kelib, gazni hisoblagichdan aylanib o'tkazib beraman. Magnit qo'ysangiz kam yozadi. Hech kim bilmaydi deyishi mumkin. Men buni qat'iy aytaman. Bu eng xavfli yo'l. Bir marta tejamkorlik qilaman deb o'ylaysiz, keyin bir necha million so'm zarar, jarima, sud, obro' va asab yo'qotasiz. Bundan tashqari gaz bilan o'ynash hayot uchun xavfli. Noqonuniy ulanish nafaqat pul masalasi, balki portlash, zaharlanish, yong'in xavfidir. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, gaz yoki boshqa kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni e'tiborsiz qoldirmang. Hisoblagich plombasi va hujjatlariga beparvo bo'lmang. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Katta summa chiqsa darhol yozma e'tiroz bering. 7.500.000 so'm kabi summalar ko'pincha bir kunda paydo bo'lmaydi. Ular e'tiborsizlik, hujjatsizlik, nazoratsizlik yoki noto'g'ri harakatlar natijasida kattalashadi. Uyingizni va asamingizni saqlashning eng yaxshi yo'li har bir to'lovni, har bir hisoblagichni va har bir hujjatni vaqtida nazorat qilish. Agar sizda ham gaz, hisoblagich, jarima, qarzdorlik yoki uy sotib olayotganda eski kommunal qarz bilan bog'liq holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z kvartirasini, pulini va huquqlarini ancha yaxshi himoya qiladi.